O'quv qayda bo'lsa, ulug'lik bo'lar. Bilim qayda bo'lsa, buyuklik bo'lar. Yusuf Xosxojib. O'sha hadis beshikdan boshlab ilm egallash bu ota-onani tarbiyasi bilan bog'liq narsa. İnson sabrli bo'lsa, intilsa, albatta shunga erishar ekan. Ota izmi elsa Rumiyni hajga bir duosi Makka qadar onalar. Har bir kasbda o'zining hayot tarzi bor. Hayot tarzi bo'lmasa, u hech qachon kasb egasi bo'la olmaydi. Assalomu alaykum. Biz hamisha Navqiron, Ko'hna Xorazmdamiz. Aynan Xivadamiz. Ichon qal'a. Bu yerni go'zal manzaralari haqida, bu yerda mana shu masjidlari, mana bu minoralari haqida juda ham ko'p ko'rsatuvlar bo'lgan va bu haqida yaxshi ma'lumotga egamiz. Tinglayotganingiz O'zbekiston xalq artisti marhum Otajon Xudoyshkurovning Sevgoh ashulasi. Albatta, mana shu joylarga shunday asarlar yarashadi. Chunki bu asarlarni ham o'ziga yarasha tarixi bor. Men turgan mana bu joy musiqa muzeyi deb ataladi va bu yerda ko'plab O'zbekiston xalq artistlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar haqida ma'lumotlar bor. Bugun biz ana shu ma'lumotlar haqida gaplashish uchun ustozlarning eng kenja shogirdlaridan bo'lgan, o'ziga yarasha san'ati, o'ziga yarasha ovoziga ega bo'lgan san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshanbek Matyaqubov bilan suhbatlashamiz. Yüzünde hava sepede tamgan kebi karayan hanga cananga hanga feryadanga Ağlın bana hatiyatı zirurkim karal bağray asirin malga ramahay Ravshanbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz, salomatmisiz, yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Siz san'atingizdan meni xabarim bor. Chiroyli san'atga egasiz, chiroyli ovozga egasiz. Men uni yaxshi bilaman. O'sha televideniyaga Toshkentda borgan paytlaringiz esimda bor. Biz Xorazmga kelganimizda syomkalarimiz esimizda bor hammasi. To'g'ri. Bugun mana o'zingiz ham ustoz darajasiga keldingiz. Bugun nima bilan bandsiz? Bugun nima ishlar qilyapsiz, Ravshanbek? Endi bugungi kunda o'zimizni Xivada, shu tug'ilib o'sgan yerimizda Xiva naqshlari Ashulavaraq xalq ansambli bor. 90-yilda armiya xizmat safaridan kelib qo'shiqchi bo'lib kelganman. Alloh rahmat qilsin, Bekjon Jumaniyozovda ham bizlarni bir yaxshi hofizimiz, ustozimiz bor. Zo'r ijod qilgan, xalqning ko'nglidan juda bir chuqur joy olgan Bekjon Jumaniyozov ko'p ashulalar hozir ham davralarda aytiladi. Shu ustozimizni qo'limda ishladik. Undan keyin Rahmatjon Qurbonovni ustozimizning dadalari boshda Oltin qo'llarda bo'lgan. Bir yildan keyin, 2 yildan keyin kelib shu ansamblni Navro'z ashulavaraq qildi. Keyin shu ansamblni Xudoyan usta kelib, badiiy rahbar bo'lib ishga kelib, Xiva naqshlarida o'zgartirdi nomini. Shunda ancha yillar ishladik, birga ishladik. Xorazm Sevgohini turkumi bilan, sikli bilan Xorazm televideniyasina fondidan topshirdik. Dugoh maqomini topshirdik. Xorazmning o'zining tarixi bor, juda ham yaxshi bilasiz. Bu haqida gapirishim hojati yo'q. Unda o'tgan san'at ahlining o'zining tarixi bor. Hozir mana siz bilan biz o'tirgan joyimizda ana shu san'atkorlar haqida mayli yaxshimi, yomonmi,
Lekin birinchi qadamlar qo'yildi mana shu muzeyda o'tiribmiz hozir. Muzeyda o'tiribmiz hozir. Men kirib, ko'rib, bitta aylanib chiqdim. Menimcha siz ham bu muzeydan xabaringiz bor. Albatta. Xorazmni ilgari bir eshikka mashinaga chiqasizmi yo bo'lmasa bir Xivani aylanib kelasiz, faqat ustozlarni, Xorazmni, ashulachilarni qo'shiqlari qo'yiladi hamma yerda. Hozir bizda kim aytib turgandan bilinmaymiz. Masalan, meni o'zim sahnaga qadam qo'yib qo'shiqchi bo'lishima Feruz ashulasi sababchi bo'lgan. 91-yilda Muqimiy teatrida Bodom gullari respublika bo'ylab o'tkazildi. Katta konkurs bo'ldi, konkurs. Katta konkurs bo'ldi. Bunda juda ko'p bir ustoz san'atkorlar bor edi, Ortiq aka bor edi, Orif ota bor edi, Faxriddin Umurov bor edi. Hozir men esimga tushganlar. 15 ustoz san'atkor juri bo'lib o'tirgan. Shunda men Feruz ashulasini aytdim. Endi shu paytimda 23 yosh paytim endi ovozimiz ham chegarasi yo'q. Shunda balandroq redan aytganman. Shunda konkursni nizomini buzdilarda 2 odamga birinchi o'rin beramiz dedilar. Shunda yo'q, bola birinchi o'rin emas, oliy o'rin berish kerak. Yana buni solishtiramiz ulardan mikrofon ijro qilsin dedilar. Shunda nizom buzildidan men shunda Fadizdan ketib Feruz ashulasini aytganman. Mana qarang endi shu Feruz ashulasi menga birinchi qadamim bo'lib ketgan. Roshanbek, men bilaman, siz juda ham ko'p ustozlarning yonida turib qo'shiq aytgansiz. To'g'ri. Otajon Xudoshkurovning yonida aytgansiz. To'g'ri. Allohon Haydovaning yonida aytgansiz. Rahmatjon Qurbonov yonida aytgansiz. To'g'ri. Shu ustozlarning yonida qo'shiq aytganda sizda ozgina qo'rquv bo'lganmi? Qo'rquv qaysi ma'noda? Xavotir bo'lganmi? Bo'lgan. Kamoljon Ataniyazovdan keyingi ustozlarni hammasini yonida qo'shiq aytganmiz, duosini olganmiz. Ortiq aka bilan bir ota boladek o'zini o'g'lini yaxshi ko'radi. Shuning uchun men Xudoga beyadan tushkundim, shu ustozlar hammasini duosini olganman. Ustoz so'zini o'zini asli yuki og'ir. Albatta. Har kim ham ustoz bo'lavermaydi. To'g'ri. Lekin bu ustoz so'zini ma'nosini har kim har xil tushunar ekan. To'g'ri. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist juda hurmat qilaman o'zim. Rasul aka, Matyoqub bilan gaplashganda shu mavzuga gaplashganimizda ular aytdiki, Alisherjon, bu mavzu keng mavzu. Agar siz katta ko'chada ketayotgan bo'lsangiz, siz bitta ko'chani bir odamdan to'xtatib, falonchi aka, shu ko'cha qayerda edi, adashib qoldim desangiz, u kishi sizga shu ko'chani ko'rsatib urdimi? Demak, u qaysidir ma'noda shu odam sizga ustoz deydi. Ko'ryapsizmi? Bu yerda tushuncha sal boshqacha ketyapti. Shuning uchun sizdan mana o'zingiz shaxsiy fikringiz qachon ustoz darajasiga yetishi mumkin? Yosh bolaning ichidan bugun chiqib ertaga 3-4 qo'shiqdan aytgandan keyin hali bir ijoda kirib kelganda bir 3 yil bo'ldi deylar, 2 yil bo'ldi deylar. Lekin mavqi zo'r, falanchi bo'ldi. Mayli. Shunga ergashgan bolalar ustoz deb ergashdi. Ya uni biladi ya bilmaydi. Endi bundan avvalla shu ustoz deb haqiqiy men sizni ustoz deb bilsam, haqiqiy uyingizga borib duo olgandan keyin faqat shu insonlarga ustoz deyarlar. Ham meni ustozim palonchi deb shunday aytilgan. Endi hozir aytganingizdek ustoz degan so'z ham tezora chiqib turib, kimni chaqirsam, davrani olib borib turgandan ya undan ulug' ya kichkina, uni nimaga qodirlik ham bilmaydilar. Bir ko'rsatuvdan chaqirdi. U ham ustoz deb murojaat qiladi. Lekin u ustoz darajasiga yetish uchun hali o'zlarimiz ham ustoz deb qolsalar, men o'zim bir boshqacha bo'lib ketaman. Hali o'zlarimiz shahidmiz.
ustoz shogirddan narsa bir o'taga ketgan yukam og'irda uni. Ojaxiy buvani so'zini ham Firuz davrida dedi. Firuz ashulasini biz men vakildik ul pari boshqa so'z bilan aytilgan. Shunda Ojaxiy buva mushkul ahvolga tushib qolib, ikki yaqindan otdan yiqilib, ikki yaqindan ayrilib qolib, uyda o'tirib qolib, ahvoli yomon bo'lgan dedi. Shunda so'zni bir nimasini qarang, bu so'zni bir ustunligini qarang. Shunda Ojaxiy buva Firuz g'azalini yozib xonni ashulasini chaqirib shu so'z bilan aytdi yani. Firuz ashulasi boshlangan. Shunda qarasam, mushkin qashin deb boshlasa, hech hamma hayron dedi eshitib o'tirganlar. Firuz xonning so'zi olib tashlab, boshqa so'z bilan aytib turibdi. Shunda oxirini eshitib, shoh karamaylar chag'i, teng tut yomon u yaxshini, kim mehri nurin teng tushar vayrona obod ustuna degandan keyin dedi, xon Aslan kallasini ko'tarib, ne jur'at ila Ojaxiy, ashkay og'iz so'z derga kim? Men buni bir og'iz so'zni, bu so'zni emas, bir og'izni ming o'ylanib yozdim buni. Degandan keyin so'zdan Firuzxon hamma narsani tushunib turib, buyundan boshlab salomim Ojaxiyning o'yinda bo'ladi deya. Ko'ring so'zni ustunligini buni. Ana bu yerda Otajon Xudashkurovning muzeylari, Rahmatjon Qurbonov, Olmaxa Hayit va Komiljon otajon hammalarida so'zga bergan e'tibor juda ham kuchli bo'lgan iymanda baribir. Albatta. Shunchaki asar yaratilmagan. G'urbatlarni chekdim, sharxi dunyo dastingdayam. Tamomi havnim bo'ldi chun bir dastingdayam. Mudam otamda buldum, bo'lmadim dilshod dastingdayam. Ama obod bo'ldi, bo'lmadim obod dastingdayam. Har bir ustani xonasına girganda o'zini bir nimasi xuddi bir tirik odam ko'rgandek bo'ldim-da, o'zimga bir xayollar ketdi. Rahmatjon Qurbonovnikina, Ortiq akanikina, Olmaxon opanikina, hammasini, Komiljon ustozlarni, bu ustozlarni hammasi bir Xorazm uchun bir o'lmas miroslarni qoldirib ketdilar. Alisher aka, bu hozir nishab paqlansak shuncha ko'p paqlansak shuncha oz. Bu ustozlar bilan. Rahmatjon Qurbonov bilan mana ko'p bo'lgansiz. Shulardan eng yaxshi o'rgangan tarafingiz, shulardan olgan taraflaringiz nima bo'lgan siz uchun? Haqiqatan ham yosh paytimdan yurak-yurakdan ustoga ko'ngil qo'yganman. Ustoz nishab giyinsa shunday giyinishga harakat qilganman. Sochlarini nishab qo'ysa shunday qo'yisha, birov bilan nishab so'zlashsa, torni olib ustoz nishab tursa hamma narsasini o'zimga olishga harakat qilganman. Oddiy tor bilan o'yinda o'tirib aytgan ashulani ham shunday kirgay qilmoq ekanlar-da. Shu jonini job bora berib san'ati vujudi bilan singan odam edi. Yana ustoz bir so'zni juda e'tibor bergan. Mana shu jihatlaridan biri istamas ashulasi bor. Nasud ashulasi bor. Shu ashulani dedi 10 yilcha dedi shu ashulalarning izida yurganman dedi. İki ashulani Komiljon usta ijro qilib ketgan. Olasiz, qaysidan qo'yasiz, so'zni topasizdan ijro qil. 10 yil deganda ijro qildim dedi. 10 yildan keyin hamma yerni Nasud bilan istamas bosib ketdi. Bir so'z so'rasam ham o'zidan yaxshi hozir aytib beraman demasadi. Borib o'yina borib turib kitobni ochqilab haqiqiy so'zni aytaradi usta. O'qib yurgan paytimda birinchi kursda dutor tambur tanalari deb shunda masalalarga aytib chiqqanman. Ustani ashulasi endi shu paytida 85-yillarda
juda bir nimalarga chiqib turgan payti Mashrab g'azali. Mashrab g'azali bilan ko'rsang jamoling mastolalarga yillar o'tib bir necha yildan keyin Alisher do'stimiz bor. İşin dedi mastonalarga Muhammad yazdım ben dedi. İşini görün dedi. Uyga gelip işlesem ustanı bir ashulasından pedalandım olsun. Ustazın uyunda barsam mastonalar gene qablaqsan ku dedi. Lekin dedi üzünden alıpsan ha dedi qo'shiqni dedi. Üzünden almadımdan lekin sizni qo'shiqdan alganman ben. Xuddi shu qo'shiqingizni bir qo'shiqingizni dedim üzünü ko'chirganmandan dedim. Lekin mastonalarga emas. Yo'q dedi. O'zim men yani qo'shiqni aytib bersam, qoyil kallama kelmabdi. O'ylamabman ham shuni olding deb. Shunda ustoz bir bag'ri keng, jannatda bo'lsa shunday ustoz edi. Ata oldim, malum baktım baharda. O'zi turmay uyatadi seherda. Ya aşlayay közünün yaşınday çakmak taşlarını birer neherde Yüreğimde barkladı tüller bana köyün birin bana bütünler hayran oluştum sevgenimden iyi dostlar Közüm yolda köylüm yarda şu günler Endi shu bog' qo'shig'ini aytaylik. Ko'p ijro qilinyapti, to'g'rimi? Shu orqali qancha san'atkorlar endi ochig'ini aytaveraylik, o'sha qozoni qaynab turibdi. Qozoni qaynab turibdi, to'g'ri. Lekin biror joyda, men ko'p joyda balkim siz buni aytarsiz. Ko'p o'sha shogirdiman deb yurgan san'atkorlarda qo'shig'ini aytib, bu meni ustozim Rahmatjon Qurbonovning qo'shig'i demayapti. Demaydi. Shu ikki og'iz so'zni gapirib qo'ysa, Rahmatjon Qurbonovning ovozi, nomi yana bir marta o'sha yerda aytiladi. Ertaga bu yoqda aytiladi, indinga bu yoqda. Biz faqat siz bilan bir Rahmatjon Qurbonovning qo'shig'i haqida gapirib turibmiz. Otajon Xudoshkurovdan ham shunday qilsak. To'g'ri. Olmoxon Hayitovadan ham shunday qilsak. Axir bir shu bilan bularni esdan chiqarmasligini bir yo'lini o'ylab ko'rgan bo'larmidik deyman-da. Mendan shu birinchi muhabbatimni so'rab qo'ysa Alloh. Lekin men birinchi muhabbatimni aytgan emasman, bilinman. Otajonadan eshitganman. Shu bir qo'l urmoqman-da shunga. O'zim bir to'yda bilim izladik, ikki to'yda bilim izladik. O'zi yonimda matraslar bor. Bir kupletini yozdi. Kecha oqshom parakda shunda men to'yda o'zimcha ijro qildim shu shu ohang, shu muzika, shu narsa. Endi dumon bir yana eshitib o'tirib tayyorlamadim-da shu qo'shiqni. Men shu ijro qildim. Nera borsak birinchi muhabbatni so'raydigan bo'ldi. Lekin hozir ham bir to'yga borsak 2 marta, 3 marta aytsa, so'rab kelsalar, pauza ketib tursa, endi iltimoslari bilan O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston, Tatariston xalq artisti marhum ustozimiz Otajon Xudoshkurov yaratgan qo'shiqlardan Abdulla Aripov so'zi bilan ustozni birinchi muhabbat. Hozir yoshlar bilmaydi, kelib menga murojaat etadilar, iltimos birinchi muhabbat ashulangizni aytib bering deb kelganlar ham million. Mayli deb aytgan paytim bo'lgan emas. Endi iltimos qilib turibdilar, Rahmatjon Qurbonovni qo'shiqlarini so'rab turibdilar, talablari bilan ustoz joy jannatda bo'lsin. Sizlarning talablaringiz bilan ustozning qo'shiqlarini bir ikkisini aytib beramiz. Bu bizning farzimiz. Bu shoda o'tirganlar bilmaganlar ham, Rahmatjon Qurbonov joy jannatda bo'lsin deb qo'ysa, Otajon Xudo shu bizlarga yetadi shuni. Savobi keladi. Savobi keladi. Umr o'tadi, vaqt o'tadi, omad o'tadi, baxt o'tadi. Omonmatjonning so'zlarini qarang. O'rtoq aka Otajonovning bu qo'shig'ini sinab hozir mana bu yoqqa kelganimizda ham mana shu magnitofon qo'yib o'tiradigan yigitlarimiz bor. Gohida shu yigitlardan ham xafa bo'laman, lekin siz balkim aytib ham qo'yarsiz. Bugun endi mana kelsak, Otajon Xudoshkurovning sevgoh ashulasini qo'yib turish kerak ekan. Lekin gohida xafa bo'laman. To'g'ri. Gohida umuman mana shu atrofga yarashmaydigan, mana shu minoralarga, mana shu masjidlarga yarashmaydigan musiqalarni qo'yib o'tirishadi. Shularga sizga o'xshagan ustoz darajasiga yetgan san'atkorlar ozgina tanbeh bermasanglar bo'lmaydi. To'g'ri.
har bir odam o'zini ichida dardi, o'zini ichida yutug'i, hammasi ichida. To'g'ri. Agar har bir odam bunday ko'nglini ochadigan bo'lsa, dasturxon qilib yozilishi mumkin. Mana siz ko'p asar ijro qilgansiz. O'zingizni narsalaringiz, ustozlarning narsalari. Lekin bir o'zingiz bir yakka o'tirib, hech kim yo'g'ida bo'ladi-ku shunaqasi. Shunaqa torni olasida hech kim yo'g'ida, balkim ozgina ko'zga ham yosh kelar. Maza qilib aytadigan bir yaxshi ko'radigan asaringiz bormi o'zingizda? Juda o'ylantirib qo'ydingiz. Men endi shunday bir paytlar keladiki, o'zimni bir yaratgan qo'shiqlarimni bir dunyosina kirib ketaman. Bir 94-yilda bir qo'shiq aytganman. Jo'shqin g'azali bilan. Keyin uni ijro qilmay qo'ydim. Lekin shu narsa ko'p narsa ichimdan jamlashganlarmi? Ey birodar, so'zim tingla, yolg'onchi dunyo o'tkinchi. Bu yolg'onchi dunyosida amal shaxs o'tkinchi. Qarıncaga azor berme, birovni ko'yladima. Bu chaypalib turgan gemiyi, bu dengiz daryo o'tkinchi. Ijodkor odamni dardi bo'lmasa, ijodkor bo'lmaydi. Albatta, albatta. Qo'shiqchini ichida qanaqadir dardi bo'ladi. Shunda qo'shiq shoirmi, yozuvchimi dardi bo'ladi. Shunda bir she'r yaraladi, bir roman yaraladi, bir asar yaraladi. Bu shunaqa ilohiy narsa va bu narsa har kimga ham berilavermas ekan bu. To'g'ri. Kimnidir qaysidir aytgan gapni baribir siz amal qilasiz. Albatta. Kimnidir qaysidir aytgan gap yodingizda turadi. Albatta. O'sha narsa bari siz bilan bizga oldimizda kelajagimizga bir yo'lni ko'rsatadigan narsa bo'layotganda asar yaratish murakkab. Agar Doni Zokirov bo'lmaganda Sabo yaralmas edi. Albatta. Bu chiroyli kuy yaralmaganda bu she'r kitobni ichida qolib ketarmidi? Kamiljon ustozning buyukligi shunda da ham so'z yozganlar, g'azallarni yozganlar, muhammadlarni yozganlar, ham kuy bastalarga ham ijro qilganlar. Ortiq Otajonovim juda bastakorlikni ham joyiga qo'yganlar. Olmaxon opadan, Mo'minat akadan, Rahmatjon Qurbonov otajoga bundan oriyanda bastakor bo'lmasa kerak. Ustozlarni bu qolib ketgan qo'shiqi bizda ming chanda mehnatli deb o'ylayman o'zimcha. Har bir ustozlarning qo'shiqi klassika qo'shiq qatoriga kirib ketgan. Ana maxsus qo'shiq Kamiljon taniyapman. Hozir shuni bemalol klassika qatoriga kirgan qo'shiqlar hisoblanadi. Bizda shu ustozlardan ilhomlanib bastakorlar bilan Xorazmda kam ishlanadi. Endi hozirgi paytda endi pedalanib turibmiz, ozmi ko'pmi, lekin shu bizning davrimizda hozirgi davrada bastakor degan o'zingiz yaratib, yaxshi so'zni olib, bastakorlik qilib, ijro qilgandan keyin va shular tepalarga chiqib ketgan. Ana shu Xorazmdagi san'atkorlarni, ustozlarimizni yutuqlari ham shunda bo'lgan. Shuning uchun ham Olmaxon Hayitov, shuning uchun ham Rahmatjon Qurbonov, shuning uchun ham Komiljon Otaniyozov deyiladi. Albatta. Yaralarım gözüydü, aya aşık bulmuşam. Barçalar maksud gülleren aya aşık olmuşam. Bilmem bağışla bir aya aşık bulmuşam. Gözü gayip yüzleri yıldaya aşık bulmuşam. Menzilim bağışla bir seraya aşık olmuşam.
agar siz bilan shu o'tirgan vaqtimiz bekorga ketmagan bo'lsa, Iloyim. siz ham men ham bundan xursand bo'lamiz. Iloyim, Maqsadimiz yana bir marta ustozlarni tilga olish. albatta. Va shu orqali hozir shu san'atga qadam bosib, ertaga mana shu darajaga yetarmikinman degan yosh yigit qizlarimizga mana shu narsani ko'rsa, bir narsa o'zi uchun kerakli narsa bo'lsa, agar miyasiga olsa, ko'ngliga olsa, bu faqat uni yutug'i bo'ladi. Siz ham mana shu o'zingizni ketingizdan kelayotgan yoshlarga nimanidir o'rgatib, nimanidir berib qo'ysangiz, ular ham shundan nimanidir o'rgansa, o'sha ularning yutug'i bo'ladi, Albatta. Kimdir bir odamga qo'l berib, mana palonchi ustom desa, shuni ustozi mana palonchi shogirdim desa, shu ustonga rahmat deb turarlar-ku. Shu shogird xato aytsa, ustoza deyadi ekan uni nimasi. Shogird demaydi ekan uni. ustoziga tegadi. To'g'ri aytsa, ustoza shuni ustozina rahmat desa, buni ham savobi deyadi ekan. Shuning uchun men yoshlarimizga iloji boricha bir o'zingizda kimnidir bir ustoz bo'lib, shuni bir etagidan mahkam tutib, albatta ustoz shogird o'zbek san'atida davom qilish kerak. Alisher aka, davom qilish kerak. Shunda bizda ertangi kunga, ertangi avlodga xatosiz qo'shiqlarni, asarlarni o'tkazib bilamiz. Biz yo'limizcha biz ham ozgina bo'lsak, bizdan keyingi yoshlar ham ozgina bo'lsa, undan keyingisi ham ozgina bo'lsa, shu bilan ertangi kunda bu san'atimiz buzilib o'tadi. Shu ustozlar shu merosni mahkam tutib, bizlarga yetirdimi? Endi bu bizning vazifamiz, yelkamizda turgan narsa. Shuning uchun shu bizlarni ko'rib turgan yoshlarimizga o'zingizga bir yaxshi ustoz tanlab, ertangi kunda o'zingiz ham shu, sizlar ham ustozlar keladigan shogirdlar bo'ladi. Shu narsani bir mahkamlasak, albatta go'zal bo'ladi. Go'zal bo'ladi. Ravshanbek, sog' bo'ling. Rahmat. Sizga yana bir marta Rahmat. faqat yaxshiliklar tilaymiz. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Rahmat. Yüzünü görgəş boğuşandın, səndə əlişir ayrıldı canın, və aşıq dillərə bulunxandın, məşrəb sənin də pey keçdi cihanın, başını koyub astanalarga, başını koyub astanalarga, nazar sənəyi